Nega 8-asrda Samarqanddagi minglab odamlar birdaniga oq kiyim kiyib olganini bilasizmi? Bu oddiy kiyim emas edi. Bu qo'zg'olon belgisi edi. Tarixda ular oq kiyimlilar deb qolgan. Bu harakatga 8-asrda Muqanno boshchilik qilgan. Uni hatto niqobli odam deb ham atashgan. Chunki u doim yuzini yashirib yurgan. Qo'zg'olonning markazi aynan Samarqand va Movaro-un-Nahr edi. Arab xalifaligi hududni egallagach, soliqlar oshdi, bosim kuchaydi, xalq esa asta-sekin o'z erkinligini yo'qotayotgan edi. Shunda Muqanno odamlarni birlashtirdi. Uning tarafdorlari oq kiyim kiyib, arab qo'shinlariga qarshi bosh ko'tardi. Oq rang ular uchun ozodlik ramzi edi. Qo'zg'olon shu qadar kuchli ediki, ba'zi hududlarda arab lashkarlari chekinishga majbur bo'lgan. Butun Movaro-un-Nahr jang maydoniga aylangan. Ammo oxir-oqibat qo'zg'olon bostiriladi. Muqannon esa hozirgi Qashqadaryo viloyatidagi qal'alardan birida qalamib qoladi va taslim bo'lish o'rniga o'limni tanlaydi. Lekin oq kiyimlilar nomi tarixdan o'chmadi. Chunki bu Movaro-un-Nahr tarixidagi eng katta ozodlik kurashlaridan biri edi. Samarqand haqida bundan qiziq ma'lumotlar bilmoqchi bo'lsangiz, Samarqand tarixiga obuna bo'ling.